Buxoro Saidlop she'ri bilan o'zbek-turkman do'stligi, qardoshlik ramzi. Bir-biriga tutash Jayhon bo'ylari, bir-biriga tutash Jayhon bo'ylari, yamma-yamdir o'zbek turkman uylari. O'zbek bilan turkman ikkita qardosh, azaldan birodar, suyanch yelkadosh. Azaldan birodar, suyanch yelkadosh. O'zbek turkman sozin navosi o'xshash, o'zbek turkman sozin navosi o'xshash. Ikkita diyorning havosi o'xshash, o'zbek turkman sozi navosi o'xshash. Ikkita diyorning havosi o'xshash. Yaşab keladilar yan qo'shni bo'lib, amuda suv ichib jon qo'shni bo'lib. Yaşab keladilar yan qo'shni bo'lib, amuda suv ichib jon qo'shni bo'lib. Hamisha faxr etib bir-biridan, boshi osmondadir do'st taqdiridan. Hamisha faxr etib bir-biridan, boshi osmondadir do'st taqdiridan. O'zbek turkman sozi navosi o'xshash, ikkita diyorning havosi o'xshash. O'zbek turkman sozi navosi o'xshash, ikkita diyorning havosi o'xshash. Türkmen başlagudik olsa toy bazmı, devrede yayraydi Navoiy nazmi. O'zbek xonadoni toy boshlasa agar, unda maqtim qiliy sozi jaranglar. O'zbek xonadoni to'y boshlasa agar, unda maqtim qiliy sozi jaranglar. O'zbek turkman sozin navosi o'xshash, ikkita diyorning havosi o'xshash. O'zbek turkman sozi navosi o'xshash, ikkita diyorning havosi o'xshash. Ikkita diyorning havosi o'xshash. Xorazmu Buxoro. Hurmatli tomoshabinlar, men Buxoroda gastrolda yurganimda
Özü bugün yetip keldik, ustazının yubileyini eşitip. Ötken yılı Xorazm İnkılabının 60 yıllık yubileyi bolğanda Taşpolat Hamid degan şair Xorazmga boradi. Şu yubileyini ötkizip bolup Erkin Samandarov bilan ikkalasi bir mashinga tushadi-da, Köne urgençe barıp geleli yürü gittik dedi. Köne urgençe ketadilar, 2 saat yolda müşahara kılıp gitaveradi bular ikisi. Her qaysi kolunda bir opç tetrat, bir kalam chiroyli qilib. Qarasam bir gazetede bir beti dolu ashullar bütün. Xorazm va Buxoroda yani. Men aytdim buni nishatib, buni hammasini aytib berib bilamiz. Buning uchun bir gazet kerak. Shuning uchun men maqsad qilib qo'ydimki, shu Xorazm Buxoroni bir 10 minutligini ashula qilishni maqsad qildim. Shundan sizlarga ozginasini aytib beraman. 10 minut olmasam ish qilib 8 minutga boradi. Asiyada iki ulu var diyar. Bu ulu Asiyada iki ulu var diyar. Birbiriga tutashgan taqdir tarixi bor. San'ati so'zdirlari elde topib e'tibor. O'zbekiston sha'niga qo'yib bergan poydevor. Do'st azaldan Xorazm Buxoro, ko'z ila qosh gazaldan Xorazm Buxoro. Do'st azaldan Xorazm Buxoro, ko'z ila qosh gazaldan Xorazm Buxoro. Dardin darig tutmagan Davrul aman zaman bu, Davrul aman zaman bu, Saadetli devran bu. Akşöylege yoğrulgan minare-i kelan bu. Alыс alыс yol basıp alem körgen kervan bu. Do'st azaldan Xorazm Buxoro, ko'z ila qosh gazaldan Xorazm Buxoro. Do'st azaldan Xorazm Buxoro, ko'z ila qosh gazaldan Xorazm Buxoro. Köhne urgenç xiva bu, dilber kaşaneler, rakkavsa kız ana gül, mehveş cananeler. Sende yaşar bahtiyar, tali pervaneler. Tuttu hakikatge 100.000 yıllık efsaneler. Do'st azaldan Xorazm Buxoro, ko'z ila qosh gazaldan Xorazm Buxoro. Do'st azaldan Xorazm Buxoro, ko'z ila qosh gazaldan Xorazm Buxoro.
havuz ipkini dilda to'lqin yaratdi. Dil to'lqini asovmaj qumda oltin yaratdi. Ustoz domla Halim o'lmas talqin yaratdi. Hacı Xonu Kamiljon dildan talqin yaratdi. Do'st azaldan Xorazm Buxoro ko'z ila qosh g'azaldan Xorazm Buxoro. Do'st azaldan Xorazm Buxoro ko'z ila qosh g'azaldan Xorazm Buxoro. Bütün jahon bo'lib rom biruni qo'li birlan allomaga sundi jom. O'shal qadak jarangi har dog'da bo'lgan ayyam. Toshpo'lat Hamid ibn Urganjiga ehtirom. Do'st azaldan Xorazm Buxoro ko'z ila qosh g'azaldan Xorazm Buxoro. Do'st azaldan Xorazm Buxoro ko'z ila qosh g'azaldan Xorazm Buxoro ko'z ila qosh g'azaldan